2,5 yil ichida 5 marta homilador bo'lgan. Katta suroglarda hammasini abort qilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, men sizlarga bitta voqeani aytib beraman. Ya'ni bemorimiz o'zlari 21 yosh, 2,5 yil ichida 5 marta homilador bo'lgan. Katta suroglarda hammasini abort qilgan. Qon ketgan, abort bo'lavergan. Bachadon 2 shoxli deb noto'g'ri tashxis qo'yilgan. Bizga kelib murojaat qildilar. Tekshirganimizda bachadonning ichida to'liq to'sig'i bor. To'liq bachadonni ikkiga bo'lib turibdi, ikkita shox ko'rinadi. Lekin u bachadon hammani bachadonday normal bachadon, lekin ichida to'siq bor. Shuni hisobiga bachadonning ichida homila sig'may qolgani hisobiga homiladan qon ketib abort bo'lavergan. 5 marta 2,5 yil ichida. Bitta agarda tashxis to'g'ri qo'yilganda edi, pergorodga kesilganda, matka обычный bo'lganda shu homila katta bo'lib, o'sha homilador bo'lib tug'ardilar. Mana hozir oxirgi abort qachon bo'ldi? 1 oy oldin. 1 oy oldin abort bo'lganlar, abortdan keyin keldilar, biz tekshiruv o'tkazganimizda pergorodga aniq bo'lib, kecha operatsiya bo'ldilar. Xudo xohlasa bugun mana uylariga javob beryapmiz. Xudo xohlasa to homilador bo'lganlarcha o'zim nazoratga olib, lichena qilib, xudo xohlasa shu homilador bo'lsa ham, shu homiladorligini oxirigacha xudo xohlasa nazoratga olamiz. Rahmat sizga. Xursandmisiz bizadan? Xursandmiz, rosa xursandmiz. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling.